$55 ming yangi Novostroykadan 3 xonali kvartira qidirib yurgan mijozlarimizga qat'iy sizlar uchun budjetli narxda 3 xonali kvartirani taqdim qilamiz. Davomimizda ham ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli elitli Novostroykalarning birida 8 territoriyasida joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, mana bu zal qismi. Kompakt kvartiracha, mягкий mebel qilingan gullari bilan ko'rishingiz mumkin. Televizor va mana bu yerda chiroyli sinavoy soatlargacha qo'yib qo'yilgan va mana bu yerda chiroylikgina TV zona. Va bu oynamiz orqasida mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, razmejnoy oyna qilingan, kuxonная zona, juda ham kompaktli qilingan, hamma qulayliklarga ega, gaz plita, moyka, xolodilniklargacha va mana bu esa bizning kattalar uchun spalni zonamiz. Panoramli oynalarga ega, двухспальный кровать, uzun stroyli mebellari bilan birgalikda termozona, chiroyli lyustra qo'yilgan va keling, endigina navbat bizda mana bu asosiy kirish eshigimiz. Kirishimiz bilan prixожая mebel qilingan, akkuratli qilib va mana bu yerda esa bolalarimiz uchun односпальный, ikkita односпальный qilingan va uzun stroyli shifoniylari bilan birgalikda. Va albatta oxirgi zonamiz bu sanuzlimiz bo'ladi. Sanuzlimiz ham ko'rishingiz mumkin, moyka, unitaz va kir yuvish mashinasi ham shu joyda o'rnatilgan. Kimga shu kvartiramiz qiziq bo'lsa, Sakjana territoriyasi Medcollege orientir bo'lyapti. Medcollege'ga o'tganingizdan keyin chiroyli domimizdan 46 metr kvadrat $55 ming $. Starti bilan 4-qavat, 4 qavatlik Novostroykamizda.